şiddet bilan oshdi. Korxonaning cho'ng kichik o'ralmalik mahsulot ishlab chiqarish liniyasi butun kuch bilan ishlab chiqaryapti. Avtomobillarmi mal alg'ili zavodga uzilmay kelyapti. Korxona bozor ta'minotini kafolatlantirish uchun 1-oyning 25-kunidan boshlab barliq xodimlarni ish o'rniga qaytarib kelib ta'minotga kafolatlik qildi. Şirketimiz çağandan 2 gün burun işlep çıkarışını ciddi orunlaştırdık. İlgiri mahsulat miqdarımız 10-20 tonna etrafı deydi. Çağandan 2 gün burundan başlap her günü tedirici köpeyişki başladı. Hazır küllük işlep çıkarış miqdarımız 80 tonnadan 100 tonnaga buluvatıdı. Yani davamlıq işivatıdı. Hazır mahsulat ihtiyacını kandıramayvatıdı. Mahsulat miqdarını davamlıq köpeytimiz. Şinjan Jikan Cho'ng Dorixonasi tibbiy dorigarlik zanjirsimon cheklik mas'uliyat shirkati bu qitimqi yuqumning oldini olish tizginlashga tez inkas qaytirib, faol moslashib o'rinlashtirib oldini olish dezinfeksiyalash, virusga qarshi dori turidagi jiddiy ishlarga taqobil turadigan mahsulotlarni jiddiy yo'tkab kelib, Urumchi shahridagi 200 necha dori partiya setish to'kiriga yetkazish qitim sonini ko'paytib, bozor ehtiyojini butun kuch bilan qondirdi. Hozirga qadar oldini olish turidagi maskadan 1 millionni, dezinfeksiyalash turidagi mahsulotdan 100 ming quta, tekshirish turidagi termometrdan 100 mingni, virusga qarshi damlama zukam javhari, Lianhua, Qingwen qatorliq virusga qarshi issiqni yondirib, zarni qaytargan turli doridan mingnacha eshik atrofida bozorga soldi. Dori partiya setish do'konlarimi jiddiy o'rinlashtirish qilib, chag'an mezgildagi barliq ta'minlashni amaldan qoldirdi. Hammasi normal ishildi. 1-oyning 22-kunidan buyon dori do'konlariga mal yetkazishni kunda bir qitim yetkazishdan kunda 3 qitim yetkazishga o'zgartdi. Bu orqali bozor ta'minotini eng cho'ng darajada qondiramiz. Korxona yana dorixonalarni kundalik dezinfeksiyalash xizmatini kuchaytirdi. Dorixonalarni har 2 soatda bir dorilarni bir qitim dezinfeksiya qilamiz. Kunda dorixonaga kirayotgan xaridorlarning badan temperaturasini o'lchaymiz. Har kuni korxonamizning undidor saloni, do'stlar chamberki orqali xodimlarni yuqumning oldini olish, tizginlash kasbiy bilimlarini tashviq qilishga chaqiramiz. Abdunum rayonimizdagi mutaxassislar yangi tipdagi tajisimon viruslik o'pka yallig'ining oldini qanday olish to'g'risida eskartma berdi. Mutaxassislar Abdunum rayonimiz yangi tipdagi tajisimon viruslik o'pka yallig'i yuqumiga qarta eng tez sur'atda turlik oldini olish, tizginlash tadbirlarini amaliyleştirdi. Ko'pchilikning sarosimiga tushishning hojati yo'q. Shuning bilan bir vaqtda o'zini yaxshi qo'g'dishi kerak dedi. Agar sirtqa chiqish to'g'ri kelsa, cho'qim maska taqab nafaslanish yo'lini qo'g'dishi kerak. Odatda qizish ahvoli ko'rilsa, avval uyda kuzatib, shuningga qarta tadbir qo'llanishi. Agar qattiq qizisa, ham aloqador nafas yo'li kasallik ahvoli ko'rilsa, doktorxonaga berib qizitma ambulatoriyasiga ko'rinishi. Agar aloqador nafas yo'li kasallik ahvoli ko'rilmasa, doktorxonaga berib ko'rinishni azaytishi kerak. Bu kasallikning tarqalishini azaytishning bir tadbiri. Maska taqash kerak. Hozir ko'pchilikning hammasi N95 tipliq maskani setib olyapti. Amaliyotda tashqi kasalliklar maskasi bo'lsa-la bo'ldi. Oldidagi to'mirba tarafini burunning ustiga to'g'rilab taqishi kerak. Taqab bo'lgandan keyin ching besvasi bo'ladi. Bunday bo'lganda oson havo o'tishib ketmaydi. Bu orqali oldini olg'il bo'ladi. Agar tashqi kasalliklar maskasi ho'l bo'lib ketsa, cho'qim almashtirib etish, odatda 4 soatda bir almashtirish kerak. Mutaxassislar shuni eskartdiki, ziyoda andisha, vahima, uyqusizlik qatorliq ahvollarmi badan sog'lomligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ko'pchilik o'z psixikasini yaxshi tangshishi kerak. Eng muhimi yana kayfiyatni yaxshi tangshash, sog'lom bo'lgan turmush odatiga kafolatlik qilish, yetarlik uxlash ham ziyoda sarosimiga tushmaslik kerak. Aniq bekitilmagan uchurlarni tarqatmaslik, ommaviy suhbatga diqqat qilib turib, bir qism amaliy ahvollarni haqiqiy egillash kerak. Bu kasalliklarning oldini olish, tizginlashda nihoyatda yaxshi rol o'ynaydi.